Aziz obunachilar, Gentraga metan ustunovka qilib beramiz. Ko'pchilik bu avtomobilga propan ham so'raydi. Propan ham qo'ysiz ham bo'ladi, metan ham qo'ysiz bo'ladi. Lekin hozirgi vaqtga eng ko'p qo'yib berayotgan narsamiz, ya'ni metan bo'ladi. Xo'p, bu avtomobilda agarda bitta gaz normalni bossangiz 18 ta gaz xarajat chiqib ketadi. Shuning uchun bunga eng optimalni yechim baribir metan qo'yish bo'ladi. QR kodli, shaffof, 15 yil garantiyli bo'lgan ballonlar va ballonni tagiga qo'yib berayotgan narsamizga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Uncha-munchaga ballonni yeb qo'ymaydi, chanalarni ham mustahkam baquvvat rossiyskiy listlardan tayyorlangan chanalar bilan ustunovka qilib bermoqdamiz. Kimgadir mana shu ustunovkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, Sirdaryo metangizga obuna bo'lgan bo'lsa, super mega chegirma narxida kafolatli ustunovkalari sizga taklif qilib qolamiz. Tanlovda adashmaymiz. Bu videoni Gentras borlarga yuborib qo'ying. Agarda sizga haqiqatdan har qanday avtomobilda narx-navoz qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Kafolati bilan ustunovka oldi qo'yilgan jihozga 1 yil 100% 4-pakenenaga, ballonga esa 15 yil. Bu Gentra avtomobilingizga kelishiltirilgan holatda, ya'ni rabochiy ballon ustunovka qilib bermoqdamiz. Tanlovda adashmaymiz. Obuna bo'lishni unutmang. Barcha avtomobillarga yuqori sifatda propan va metan har doimgidek o'sha gap. Siz faqatgina sifatiga talashing. Biz sizning mashinangizni sifatli holatda propan yoki metan ustunovka qilib beramiz. Pastda raqam qoldiramiz. Tanlovda adashmaymiz.